Yo, obunachilar, xullas mana biza Jo'xani bolasini ko'rgani kelyapmiz. Red deb yo'lda nima qilyapsan? Stromik, qalaysan, yaxshimisan? Nima qilyapsan? Men anu Jo'xani bolasini ko'rishga kelgandim. Ha, men ham shunga kelganman-da. Nimaga kelishim mumkin? Seni ko'rgani kelmayman-u, sen bu yerda yashamaysan-u. Men ham bolani ko'rgani kelganman. Sizlarga qiziq yo'g'i, to'g'rimi? Shu senga bitta savol-da. Shu Jo'xani bolasi o'g'ilmikan, qizmikan, a? Menimcha o'g'il bo'lsa kerak-ku. Yo'q, qiz bo'lsin. O'g'il bo'laversin, nima qiz bo'lar-ki? Hayyo, endi qiz yaxshi deyman-da, menga qizlar yoqadi-yu. Menga o'g'illar yoqadi, o'g'illar bas, qizlar yoqadi. Lekin o'g'il bolachalar yoqadi-da. To'xtanglar, tortishmanglar. U ham o'g'il bola, ham qiz bola. Nima? Qanaqasiga ham o'g'il bola ham qiz bola bo'lishi mumkin? Demak, u Yo, unaqa yomon xayolga borma. Shunchaki ular egizak. Egizak? Ha, egizaklar. Jo'xani o'zi qani unda? Xotinni oldida. xotinning orqasida tursa bo'lmaydimi? Jiddimisan, shunaqa ham hazil qiladimi? Bo'ldi, hazillashmaymiz, seriosni bo'lamiz. Unda chaqaloqlar qachon ko'ramiz? Yo'q, menda boshqa bir savol bor. Chaqaloqlar o'zi qayerdan keldi? Hozir men sizlarga buni aytib beraman. Yaxshilab eshitlaring. Qarochi bir zamonlar shunaqa bo'lgandi. Janob, men kameraga olib tursam maylimi? Gapirayotgan gaplaringizni Tetaymisan, gapni ham kameraga olib bo'ladimi? O'zimni kameraga ol, gapimni eshit. Xullas, mana bunaqa bo'lgan. Uzoq o'lkalarning birida tog' yonbag'irlarida bitta qasr bor edi. U qasr qanaqa qasrligini bilasizmi? U bolalar uyushmasi edi. U yerda har xil qushlar, laylaklar, tovuqlar, hattoki g'ozlar ham bola tashir edi. U yerda bolalarni sortirovka qilishardi. Men emas-ku, lekin xullas ota-onasi yetkazish uchun sortirovka qilishardi. Assalomu alaykum brat, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zing qalaysan, tinchmisan? Yaxshi, rahmat. Menga qanaqa buyurtma bor endi? Xullas, men laylakman-u bilasan, menga bola tashish buyurtmalari kelgan. O'shani yetkazib olmayapman. Mana shu ikkita bolani egasiga yetkazib ber. Qayerga yetkazish kerak? 71-qishloq Jo'xa degan bolaga borib berasan. Aha, tushunarli. Unda men parvozga tayyorman. Bo'pti, yaxshi bor. Men belim og'rib ketdi boru. Keyin esa u o'laksaxo'r Jo'xani bolalarini olib qishlog'imizga qarab uchib ketdi. Assalomu alaykum, kechirasiz, Jo'xa kimligini bilmaysizmi? Brat umrida o'ylaysa, hur ko'rmaganmi nima bola? Ha, mayli, ketdim, izlab topaman yaxshisi. Asta. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Siz Jo'xamisiz? Mana bu buyurtmalar siz uchun. Qanaqa buyurtma? Bola buyurtma berganmidim men, tushunmadim. Ha, albatta men bola yetkazib beruvchiman. Agar sizlarga yana shunaqa xizmat kerak bo'lsa, xotiningiz bilan harakat qilib qo'ying. Yo'q, namuncha g'alati bu xizmat. Jo'xa, rosa ham bolalar shunaqa paydo bo'ladimi? Yo'q, hozir men senga va obunachilarga eng to'g'risini aytaman. Keling, asta tushing, asta. Nafas oling, yaxshilab nafas oling. Nafas oling, tez, asta. Tez deb, asta. Xotin asta chiqga ko'tarib chiqasan, ko'tara olmayman-ku. Bo'ldimi, chiqdinglarmi? Hozir men tez haydayman. Yaxshilab ushlab ollaring, xo'pmi? Xotin asta, ke o'zim suyab yuraman seni, qo'lingdan ushlab yuraman ke asta. Oy, ehtiyot bo'lib tush, mana zina vobshi baland ekan, baribir. Yo, past ekan, normal ekan. Xullas, mana shu yoqqa, menimcha shu yoqqa kirsa kerak. Ha, shu yoqqa. Sen esa kirmaysan, sen eshikda kut, tushundingmi? Haligi eshikda kutaman, ichkari kirmayman-ku. Kirishim uchun yo'q, bo'lmagan gap. Kirmayman. O'tgan safar men shu yerda o'tirib kutgandim. Bu safar ham shu yerda o'tirib kutsammikin? Yo'q, kutish bo'lmaydi. Nimadirlar bilan mad bo'lish kerak. Mana shu eshik ochiq qoldi, yopib qo'yayin, ichiga sovuq kirami, issiq kirami. Xullas, bekor o'tirganimga ko'ra, chunki vashshe qiziqib ketyapman, nima bo'lishini bilaman-ku, lekin qanaqa bo'lishiga qiziqib ketyapman. Yo'q, qanaqa bo'lishini ham bilaman. Qarochi, men qarang, qiz bo'larmikan, o'g'il bo'larmikan?
Uni men qayerdan bilaman? Tentak kutib tursang bilasan. Mayli, mana shu yerda kutib turaman yaxshisi. Nima bo'lsa ham xotinim sog'-omon chiqsin boru. Stop. Bilasizlarmi nega biz 100 ming obunachi emasmiz? Sabab esa mana. Sizlardan 90%laring kanalga obuna bo'lmasdan kuzatyapsizlar. Bu nima degani bilasizlarmi? Bu degani degani kanalga obuna bo'lish kerak degani. Mana bu yerda kichkinagina tugma turibdi. Shuni bosib qo'yish qiyinmi? Bosib beraymi borib? Kompyuteringiz bering, biroq telefoningiz bering, o'zim bosib beraman agar qiynalayotgan bo'lsangiz. Obuna bo'lib qo'ying. Biz yaqinda 100 ming obunachi bo'lamiz. Bunga siz o'zingizda hissangizni qo'shib qo'ysangiz yaxshi bo'lar, jigar. Videoni davom ettiramiz bo'lmasa. Nima qilsam ekan? Balsa o'tirsam kelsa, "Ye, to'g'ri, qalisan yaxshimisan?" Yaxshi, o'zing yaxshimisan? Bu yerda nima qilyapsan? Shu xotinim kelganda, o'shanga kelgandim. Nima bo'ldi xotiningga? Haligi ayur tashqarida gaplashaylik, toza havoda o'z mana dim bo'lib ketgan nimadir. Seni atring vashi bosib yubordi buni ustiga. Nima bo'ldi xotining? Bolali bo'lyaptimi? Bilar ekansan, nima so'raysan? Yaxshi. Bitta taklif bor. Mana sipoxona bor, shuni sipakxona qilsak bo'lmaydimi? Shipakxona? Ha, sipakxona zo'r bo'ladi-ya. Bilmadim. Mayli, o'ylab ko'ramiz-a bo'lmasa. O'ylaymiz, davay bo'lmasa. O, do'stlaring ham keldi. Qara. O, do'stlar, kelinglar. Yo'q aka, biz chiqdik. Yo'q, xotin, sen nimaga ikkita bolani ko'tarib olding? Bittasi kimniki? Galasi ham sizni bolalaringiz-ku, tanimayapsizmi? Qayerdan taniyman? Endi tug'ildik. Ha, mayli, yaxshi bo'ldi. Yo'q, ikkita bolam bor. Endi ham o'g'il, ham qiz. Endi xalqqa osh tarqatamiz. Jigarlar, sizlar ham meni tabriklayapsizlar. Rahmat, daddush, ovozinglar chiqmayapti nimagadir. Mayli, ovozinglarga tupurdim. Bolalarimni ko'tarib olishim kerak. Xotin, ber, men ko'tarib olay, yo o'zing ko'tarasanmi? Qo'yavering, Jo'xa aka, o'zim ko'taraman. O'zi qo'limga o'rganib olishdi, jetdik. Undan ko'ra uyga boraylik. To'g'ri, ketdik uyga. Qani do'stlar, sizlar bitta cho'tchi qilib davra ochasizlar, mazza qilib o'yin kulgi qilib ketaveramiz. Davay. Ha, ostaroq yuringlar faqat. Jo'xa aka kim bu? 1 minut xotin, hozir kelaman. Keyin kelib tushuntiraman senga. Assalomu alaykum Jo'xa aka. Va alaykum assalom. Kira, bu yerda nima qilyapsan? Axir siz lekin bu kim bo'ldi? Bu meni xotinim. Uje bizda ikkita bolamiz ham bor. Ha, tushundim. Lekin biz Ha, bilaman. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rardik, lekin bilasan, taqdir emas ekan. Ha, bo'ldi, nima bo'lganda ham. Mana bu sovg'a bolangizga. Ha, rahmat. Lekin bitta gap, biz do'st bo'lib qolamiz. Men ham shunaqa demoqchi edim. Keling, ikkalamiz do'st bo'lib qolamiz. Faqat umrbodga. Albatta, sen bilan do'st bo'lamiz. Yur, seni xotinim bilan tanishtiraman. Do'stlarim ham bor. Do'stlarimni bir ikkitasini taniysan, lekin Tursunxonni tanimaysan. Karochi xotin tanish. Bu meni do'stim Kira. Hech zamonda qiz bola ham do'st bo'lar ekanmi? Uyga boring, men sizga ko'rsataman do'st bo'lishni. Yaxshi, men bu yerdan qotib qolay-a. To'xta, oy Tursunxon, to'xta. Xotinim senga tegmaydi. Xotin hazillashding, to'g'rimi? Ha, bilasiz, shu hazilkashligimda. Do'stlaringiz kelishsin, bazm qilamiz. Eshityapsizlarmi do'stlar? Bazm qilar ekanmiz. Tursunxon o'zing boshqaruvchi bo'lib, mana ikkalasiga xullas bazm tashkillashtirib, estro reddi bo'pti. Rahmat jigarlar. Bo'pti, Zoqa. Mayli, xotin ketdik uyga. Kira ketdimi? Ha, mayli, ketsa ketaversin. Men seni yaxshi ko'raman, baribir xotin, sendan zo'ri yo'q. Aniqni aldamayapsizmi? Ish qilib hali yaxshi ko'rmaysizmi? Yo'q, xotin, men seni topishdan oldin yaxshi ko'rganman. Endi men faqat va faqat seni va bolalarimizni yaxshi ko'raman. Yur, uyga o'tiraylik. Yo'q, aka, qarang, bolalarimiz bir-biridan shirin, bir-biridan aqlli bo'lsa kerak. Ya kelajakda endi hozir aqlli bo'lmaydi. Balki hozir bo'ladi, aqlni qanday bilamiz? To'g'ri, xotin. Endi bu bolalarimizga bilasanmi nima qilishimiz kerak? Ism qo'yishimiz kerak. Menda juda ham chiroyli variantlar bor. Taxmin qilib ko'rchi, qanaqa ism qo'yamiz? Bular egizak-ku, Tohir Zuhrami yoki Fatima Zuhrami shunaqa qo'yamizmi? Unaqa ism qo'ymaymiz. Hozir men ismlarni aytaman. O'g'lim, seni isming endi Doha, chunki sen Jo'xaga o'xshaysan. Sen meni o'zimsan, o'shaning uchun senga o'zimning ismimga o'xshaydigan ism qo'yaman. Xotinimni o'ziga o'xshar ekansan, qizim, senga lekin boshqacha ism qo'yamiz. Sening isming Nora. Doha va Nora. Qalay xotin, zo'rmi? Juda ham chiroyli. Jo'xa, Doha, Nora ismi yo'l. Faqat men ismimizlar ismlarga mos kelmaydi, lekin baxtli yashasak bo'ldi-ku. Ha, to'g'ri xotin. Ism nimani ham o'zgartiradi? Axir biz bir-birimizni yaxshi ko'rib, bir-birimizni tushunib baxtli yashasak bo'ldi-ku. Eng muhimi shu.